O'pka va hazil. Istiqbolning shirin xayollariga ko'milgan holda Maxtum asr namozi uchun tahorat olar edi. Tahoratda tartibni rioya qilish sunnat, ammo Maxtum tarki sunnat qilmoqda. Hatto o'qiladigan duolarni ham o'rinsiz ishlatmakda edi. Maxtum shu yo'sin betartib tahoratlanib ichkariga kirdi. Nigor oyim oshxonada mantilarni qasqonga terib qozonga uyar. Ra'no bo'lsa ayvonda kichkina ukalari orasida o'ltirar edi. Dadasi yo'lakdan ko'rinish bilan Ra'no Mas'udni ko'tarib turdi va qoziqdagi salla choponni olib ayvon yumishig'a keldi. Bolalar ham dadalari oldida adablanishdilar. Anvar akang kelmadi. Sufa yolg'iz, dedi Maxtum. Chopon sallani kiya-kiya. Asrga borib kelgunimcha sen sufaga chiqib turchi, Ra'no. Xo'p. Otasi chiqib ketgach, Ra'no qo'lida ukasi bilan tashqariga yo'l oldi. Uning ketida Mahmud va Mansurlar ham chopishdilar. Ranapa deb Mansur yig'i aralash o'zidan chopib o'tmoqchi bo'lgan Mahmudning ustidan Ra'no opasiga arz qildi. Ra'no bog'chaning sufasiga yetayozgan edi. Mansurning yig'i shovqini yana ham kuchayib, raqobat o'ti yonib ketgach, Ra'no to'xtab, Mahmudni qo'yishga majbur bo'ldi. Mahmud, esi yo'q Mahmud. Mahmud to'xtadi, ammo Mansurdan oldinga o'tgan edi. Mansur bu mag'lubiyatga chidolmay asabiylanib, yerga o'ltirib oldi va dunyoni buzib faryod ko'pordi. Ra'no kelib Mansurni turg'izdi va kiyimiga o'ltirgan changlarini qoqdi. Yig'lama, opasi, yig'lama, dedi. Hali dadasi Mahmudni dum qarab turchi sen, Mahmud. Otang kelganda aytmasammi? Mansur Ra'nopasining himoyasidan so'ng uning etagida sufaga qarab yurdi, ammo Mahmud ancha ezilgan edi. Dadam yema qilardi, deb so'radi turgan joyidan. Kelsinchi hali, tunovi kungi chiviq esingdan chiqdimi? Mahmud javob berolmadi. Uning ko'zida achchiq aralash qo'rquv bor edi. Ra'no kichkina ukasi bag'rida sufaga chiqib o'ltirdi. Mansur Ra'nopasining yelkasiga suyanib, yo'l ustiga serrayib qolgan Mahmudga g'olibona bir turda istehzo qilar edi. Mahmud bu holga ortiq chidab turolmadi. O'zining yengilishiga sababchi bo'lgan Ra'nodan o'ch olmoq maqsadida mullataning xotini, ey, Ra'no kuldi. Qarab tur, sen adabsiz, dedi va Mahmudga hujum qiladigandek qo'zg'alib qo'ydi. Bildim. Mullataning xotini, dedi Mahmud va ichkariga qarab qochdi. Ra'no kulimsirab Mansurga qaradi. Shundaymi? Men mullataning xotinimi, deb so'radi. Mansur javob o'rniga yo'lakka qaradi va suyunchi ichiga sig'magan holda sufaning zinasiga yugurdi va qichqirdi. Mullata, telli. Ra'no ham yo'lakka qarab qizarinib ketdi va oldiga tushib, tartibsizlangan sochini orqasiga tashlab tuzatindi. Yo'lakda ko'ringan yosh yigit mullata sufaning yo'li bo'yicha kelmoqda edi. Qora chivin, beqasamdan harir to'n kiygan mahzun qad Anvar birinchi qarashdayoq ko'zga do'ndiq va ko'rkam ko'rinar edi. Qora surmaliq ko'zi Ra'noda ekan. O'ziga yugurib kelguvchi Mansurga yo'l ustiga cho'nqayib quchog'ini ochdi. Mansurning yuzidan o'pgach, ko'tarib sufaga yurdi. Anvarni qarshilamoq uchun bo'lsa kerak. Ra'no ham o'rnidan turib, sufaning zinasiga yaqinlashdi va tabassum aralash "Hormang", dedi. "Sog' bo'ling." Anvar sufaga chiqib Mansurni yerga qo'ydi. Kafshini yesha Ra'no tomonga engashib, o'ziga talpinib turgan Mas'udning yuzidan o'pdi va uni Ra'nodan oldi. Mas'ud Anvarning qo'liga o'tgach, sapchib guvrandi va qiyqirib tovlandi. Ra'no ikki qo'lini uzatib, "Kel menga, kel", dedi. Mas'ud buralib Anvarning bag'riga siqildi. Kulishdilar. Anvar bolani o'pib so'ydi. Ra'no Mas'udni yandi. "Sen qarab tur, biji bola", dedi. Anvar bolani ko'targancha ko'rpachaga o'ldirdi. Chap tizzasiga Mansur yopishdi va uning yoniga Ra'no qo'shildi. Shu yo'sin ikki orada bir muncha vaqt Mas'udni so'yishdilar. Anvar bolani Ra'noga bergandan keyin simo bo'shog'i sallasini olib yostiqqa tashladi va ro'moli bilan qop-qora bo'lib chiqa boshlagan murtini tuzatdi. Ra'no qarshida tik turar edi. "Tinchlikmi?" "Betinchlik", dedi kulib Ra'no. "Ayni muddao ekan bo'lmasa." "Ha, aytgandek", dedi Anvar o'ltirgan sufasiga ishorat qilib. "Bu kun joy katta solingan.
Mehmon kelar emish. Yolg'oning qursin Ra'no, dedi Anvar kulimsirab. Qanday mehmon? Men qayoqdan bilay, qanday mehmon? Fotihaga kishilar kelar emish deb eshitdim. Fotihasi qanaqa? Bilmasam qanaqa. Anvar o'ylanib yana kulimsidi. Sening fotihang bo'lmasin? Mening qanday fotiham bo'lsin? Men hali tirikman. Teskariga borma Ra'no, balki seni erga bermoqchidirlar. Ra'no qizarib turdi-da, yana gapni kulgulikka oldi. Meni kimga erga berar emishlar? Senimi? Dedi kulib Anvar. Seni xondan boshqasi kim olsin? Ra'no qo'lidagi ukasiga qaragan holda, siz shunga maslahat bersangiz men qandoq qilay, dedi va Mansurni chaqirdi. Tur Mansur, ketamiz. Ra'noda achchiqlanish namoyishi bor edi. Anvar Ra'nodagi bu o'zgarishdan o'ng'aysizlikka tushdi. Ra'no, dedi. Ra'no zinadan tushib boshlagan holda to'xtadi. Chinini so'zla, mehmon kelishi aniqmi? Mehmon kelishi aniq. Ham keldi, dedi Ra'no jiddiy. Anvar ajablandi. Mehmon keldi? Keldi. Anvar tevarakka qarandi. Qani mehmon? Ra'no qo'li bilan Anvarning o'ziga ishorat qildi. Ana mehmon, dedi. Anvar kuldi. Men mehmonmi? Ra'no jiddiy ravish bilan, albatta, siz bizga mehmonsiz. Anvar yana kuldi, biroq uning bu so'nggi kulishida kuchlanish bor edi. Men sizga mehmonmi? Ra'no kulimsirab yer ostidan Anvarga qaradi va qo'lidagi xarxasha qila boshlagan bolani ovutish uchun tebrandi. Bilmasam. Ra'noning yuzidan boyagi jiddiyat yo'qolgandek edi. Anvar ham ma'noli hazilni tashlab chin hazilga o'tdi. Mehmonning qorni och Ra'no, dedi. Albatta qadrlik mehmon uchun tansiqroq taom pishirgandirsiz, deb o'ylayman. Bu kungi taomingiz ismini lutfan marhamat qilsangiz edi. Mehmonning vazifasi, dedi Ra'no javoban, izzati bilan o'ltirish va oldiga qo'ygan narsani maqtab yeyishdir. To'g'ri aytasiz, Otin bibi, dedi Anvar. Biroq bu kungi mehmondorchiligingiz ham kechagidek ubra bilan bo'lsa, maqtab qo'lingizga qaytarib berishim ham aniqdir. Ra'no butun tovushini qo'yib kulib yubordi. Bu kun qo'g'ursha sho'rbag'a, dedi Ra'no kulgi ichida. Qattiq non to'g'rab yeysiz, jaz o'rniga shalg'am chaynaysiz. Ofarin, dedi Anvar. Bu kungi mehmondorchiligingizdan qarib mamnun bo'ladirg'anga o'xshayman. Agar mumkin bo'lsa, shuni ham bilsamki, bu kungi shalg'am sho'rba katta Otin bibining qo'llaridan tanovul qilinadirmi yoki kichik Otin bibining? Mehmon uchun buning farqi yo'qdir. Biroz yanglishasiz Ra'no bonu, dedi Anvar. Chunki qo'ldan qo'lning katta farqi bor. Farqi bo'lsa, bu kun kichik Otin bibining qo'llaridan shalg'am sho'rba tanovul qilasiz. Bu holda afv etasiz Ra'no bonu. Basharti kichik Otin bibining qo'llaridan tanovul qiladirgan bo'lsak, shalg'am sho'rba emas, bizning uchun qush sho'rbadir. Bunga qarshi Ra'no nimadir aytmoqchi bo'lgan edi. Tashqaridan oyoq tovushini sezdi. Anvarga bir kulib qaradi-da, Mansurni yetaklab ichkariga chopdi.